Qozog'istonlik gimnastikchi Nariman Qurbanov yaqinda Fransiya poytaxti Parijda o'tgan Olimpik musobaqasida tanharakatni oz uchraydigan yog'och otda o'yin ko'rsatish turi bo'yicha 15433 nomer bilan ikkinchi o'rinni egallab, kumush medalga erishdi. Birinchi o'rinni 15533 nomer bilan irlandiyalik Rismak Lenagan, uchinchi o'rinni 15300 nomer bilan amerikalik Steven Nedoroshik egalladi. Qaztak Qozoq axborot byurosi Zakon Qozog'iston qatorliq innovatlik ommaviy axborot vositalari Nariman Qurbanovning Olimpik musobaqasida gimnastika bo'yicha kumush medalga erishganligini, Qozog'iston tarixida tanharakatning bu turi bo'yicha qo'lga kelgan tunji mukofot ekanligini alohida ta'kidlagan. Mazkur matbuotlarning xabarida aytilishicha, Qozog'iston gimnastikasining tarixida 2024-yil 3-avgustgacha Olimpik musobaqasining mukofotiga erishgan tanharakatchi bo'lmagan edi. Mana endi bundaq adam bar bo'ldi. U bo'lsa-mu Nariman Qurbanovdir. Nariman 6 yoshidan tanharakatning mushu turi bilan shug'ullangan. Biz Olimpik musobaqasining kumush medal sohibi, gimnastika bo'yicha xalqaro tanharakat mahiri Nariman Qurbanov bilan aloqalashdik. U ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Прошли уже сутки с окончания финала Олимпийских игр. Olimpik musobaqasining oxirgi bosqichi tugab, bir necha kun o'tgan bo'lsa-mu, men texla o'zimga kelolmayapman va olgan medalimning qanchalik muhimligini tushunib ulgurolmayapman. Mening butkul elimizning va uning sirtidagi muxlislarim va tanharakatga qiziquvchilar meni faqat tabriklabla qolmay, balki ularga xo'shallik bag'ishlaganligim uchun o'zlarining minnatdorligini bildiryapti. Men albatta hozir intayin baxtliman. Shuningdek, bu g'alabaning qanchalik ulug'ligini tushunishga tirishyapman. Mening utuqimni ota-onam va yaqinlarim ko'rib nihoyatda xushal bo'ldi. Bo'lib-mu doim yonimda bo'lgan dadam bu baxtga xushal bo'lib, o'zini 7-osmonda yurgandek sezib yurdi. Tuqqanlarimning barligi meni tabriklab shodlanmoqda. Narimanning dadasi Husaynjon Qurbanov o'z o'g'lini 6 yoshidan 15 yoshga kirgicha o'rgatgan bo'lib, musobaqalarning hammasida digidek birga bo'lgan. Narimanning bu qitimqi utuqi bo'lib-mu Uyg'ur yoshlarini qattiq xushal qildi va hayajonlantirdi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Qozog'istonlik Uyg'ur yosh aktivlarining biri Bahar Rajabova xonim mundaq dedi. Buningdan 2 oy ilgari bizning danliq gimnastikchi Nariman Qurbanovning Parijda o'tadigan Olimpiadaga qatnashganligi to'g'ri xabarini anglab, qattiq xushal bo'lgan edi. Butkul Qozog'iston xalqi, shu jumladan Uyg'urlarning Narimanning bu Olimpiadada mukofotli o'rin egallaydiganligini kutdi va shuningga ishondi. Mana Nariman kumush medal oldi va barlig'imizning ishonchini aqldi. Hozir ko'plagan ijtimoiy to'rlarda mushu to'g'ri gap bo'lyapti. Qozog'istonning an'anaviy axborot vositalari buni xabarlab, hatto Qozog'iston gimnastika tarixida bunday qutuqning ilgari bo'lmaganligini, Nariman Qurbanovning buningga dastlab yo'l ochganligini aytibdi. Rost, Narimanning ismi 2018-yildan buyon elimizning matbuot sahifalarida pat-patla to'lg'a ilinib keldi. Butkul elimiz bo'yicha tanildi. Uning tirishchanligi, uning irodasi biz yoshlar uchun cho'ng ulga bo'lib keldi desam, oshirib aytgan bo'lmayman. Men Nariman Qurbanovga, uning ustozlari, ya'ni dadasi Husaynjon Qurbanovga, shundaqla Mahmud Iskandarovga va boshqa uning qo'llab-quvvatlovchilariga o'zimning shaxsiy rahmatini aytgim keldi. Narimanga yana cho'ng tuqlarni tilayman. Biz tanharakat muxlislaridan biri peshqadam ustoz Tursun Sadirov bilan aloqalashdik. U mundaq dedi. O'z vaqtida Qozog'istonda nonliq Uyg'ur sportchilarining yetilib chiqib, sobiq Sovet ittifoqining va Qozog'istonning dunyoga to'lqini bizga yaxshi ma'lum. Masalan, to'soqlar bilan 110 metr masofaga yugurish bo'yicha chempionat olgan armiya ushurining bu rekordini Qozog'istonda bir sportchi yenga olmadi. Shundaqla boks bo'yicha Sovet ittifoqining 2 martam chempioni Abdurshid Abdurahmonov xalqaro sport mahri degan ataqni olgan tunji qozog'istonlik bokschidir. Mana bugun biz yana bir xo'shallikning guvochisi bo'layotimiz. Yosh gimnastchi Nariman Qurbanov yaqinda Parijda o'tgan Olimpiadada dunyo bo'yicha eng kuchli 8 sportchining ichidan 2-o'ringa ega bo'lib, kumush medal bilan mukofotlandi. Bumi Qozog'iston uchun cho'ng yangilik bo'ldi. Chunki Nariman Qozog'iston sportchisi uchun gimnastika bo'yicha Olimpiadaning kumush medalini yengib olgan tunji sportchi. Bu albatta elimiz uchun, xalqimiz uchun cho'ng obro'y. Hozir Qozog'istonda sportning har xil turlari bo'yicha dunyo musobaqalarida cho'ng tuqqa qazanayotgan yoshlarimiz ko'plab sanildi. Men Narimanning Qozog'istonning ko'k bayrog'ini ko'tarib chiqqanligini ko'rib, anglab qattiq xursand bo'ldim va uningga
Uning ota-onasi trenerlariga apirin dedim. Qozog'iston sportini dunyoga tanıtgan Nariman o'xshash yoshlarımizga men minnatdorligimni bildirib, cho'ng qutlug'lar tilayman. Egilishimizcha, Nariman Qurbanov 2018-yili Kanadaning Montreal shahrida o'tgan gimnastika bo'yicha musobaqada dunyo musobaqasi bo'yicha yangilik yaratgan ekan. Shu vaqtda Xalqaro gimnastika federatsiyasi uning texnikasiga Qurbanov deb nom bergan edi. Yaqında Fransiya poytaxti Parijda o'tkazilgan 2024 yillik Olimpik tanarkat musobaqasining 3-avgust kuni elib berilgan yog'och otda mahorat ko'rsatish turida Qozog'istonlik Uyg'ur gimnastikachi Nariman Qurbanov kumush medalga erishgan. Ilgari xalqaro gimnastika musobaqalarida bir qancha qitim chempion bo'lgan danglik gimnastikachi Nariman Qurbanovning bu zo'r utuqi navbatda Qozog'iston uchun qo'lga keltirilgan shon-sharaf bo'lib qolmasdan balki Uyg'urlarni xushal qilgan shon-sharaf deb qaralmoqda. Egilishcha, bu natija Qozog'istonning Olimpik tanarkat tarixida yog'och otda mahorat ko'rsatish turi bo'yicha qo'lga keltirilgan tunji medal bo'lib hisoblanadi. Bu navbatlik Olimpik tanarkat musobaqasida o'zining gimnastika jihatdagi talantini kumush medalga erishib, dunyoga namoyon qilgan Qozog'istonlik Uyg'ur gimnastikachi Nariman Qurbanovning bu utuqlari navbatda Qozog'istonning axborot taratqularida keng tarqalib, uning qo'lga keltirgan utuqlari hamda maharatiga qarta yuqori baho berilmoqda. Bu qitimliq Olimpik musobaqasining kumush medal sohibi Nariman Qurbanov boshqa Olimpik medali sohiblari bilan birga 7-avgust kuni Olmaotaga qaytib kelganida yuqori darajada qarshi olishga erishgan. Ko'p sonli kishilar aerodromga uni qarshi olishga chiqqan. Qozog'iston Uyg'ur etnik madaniyat markazining raisi Dolquntay Abduxalil apandi Qozog'istondagi Uyg'ur yoshlaridan yetilib chiqayotgan tanarkatchilarning biri bo'lgan Nariman Qurbanovning Qozog'iston davlati yaratib bergan imtiyozlar va o'zining tirishchanligi bilan dunyoviy tantarbiya sahnlarida Qozog'iston xalqi va Uyg'urlar uchun elib kelgan bu shon-sharfidan cheksiz faxrlanganligini bildirdi. Qozog'istonda 130 millatning o'rtoqlar millatlar yashaydi. Mana millatlar ichida bizning Uyg'ur xalqimiz o'ziniki Qozog'istonga o'zining bir kishilik ulushini qo'shib kelyotdi. Mana Nariman Qurbanovning inimizning biz oldiga chiqib kutib Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'ndeki Qozog'istondagi Uyg'urlarning to'rag'asi bo'lganligimiz bilan ya'ni atrofimizdagi har bir uyumlarniki, har bir qo'g'omlarning birlashidan biz chiqib buni kutib oldik. Hokimlar bo'ldi, Seskaning boshqalari bo'ldi, Dinaminiki bo'ldi. O'sha orqali biz yaxshi dag'dug'liqlarni kutib oldik. Nariman Qurbanovning Olimpikda qo'lga keltirgan mazkur kumush medali Qozog'istondagi hatto boshqa ellardagi Uyg'urlarni xushal qilgan va hayajonga solgan bo'lib, navbatda ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarning tabriklari to'xtamay davomlashmoqda. Nariman Qurbanovni qarshi olishga qatnashgan Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik birlashmasining mas'ullaridan biri tonilgan Uyg'ur madaniyat arbobi Shavkat Nazarov apandi Nariman Qurbanovning Uyg'ur xalqiga elib kelgan bu shon-sharaf va g'alabasining zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Bu albatta Uyg'urlar uchun emas, balki ko'p millatli Qozog'iston uchun bir cho'ng utuq deb bilamiz. Chunki mana Qozog'iston mustaqillik olgan 33 yildan buyon shu gimnastika sohasida tunji qitim bunday cho'ng utuq qo'lga kelyapti. Shuningdek, bunga bo'lgan tasirotimiz, hayajonimizni aytib tugatishsiz. Bizda bir gap bor, Qozog'istonning eng esil boyligi uning gaz, neft emas, yana biz oltin, kumush emas, millatlar aro do'stlik deb taniymiz. Shuningdek, albatta uni qo'lga yetkazgan utuqi birinchi navbatda xalqining ota-onasining bo'lsa, undan qasab mushu ko'p millatlik Qozog'iston davlatining utuqi deb tushunamiz. Shavkat Nazarov apandi ziyorat davomida yana Nariman Qurbanovning bu utuqlarining Qozog'istondagi Uyg'urlarga ulgu yaratishda va ularning milliy ro'yini yetildirishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab o'tdi. Hozir Narimanning ismi 7 yoshdan 70 yoshgacha elimizda emas, dunyoda tanildi. Endi bir qahramon, bir eti ismi rivoyatga aylandi bu yigitimizning desak bo'ldi. Albatta, kelajakda bundan shu yosh avlodni tarbiyalashda, milliy ruhni teniga singdirishda cho'ng rol o'ynaydi deb o'ylaymiz va yoshlarning sportga bo'lgan ko'z qarashi bundan keyin qiziqishi texnik oshirdi degan deb umid qilamiz.
Qozog'iston Cumhuriyetlik Gimnastika Birlashmasi raisining maslahatchisi, Qozog'istonning To'kpikar turniri, sobiq Sovet Ittifoqi va Qozog'istonning tanarkat a'lochisi nomiga erishgan peshqadam Uyg'ur sportchi Mahmud Iskandarov apandi radiomizning maxsus ziyoratini qabul qilib, o'zining Qozog'iston gimnastika sohasidagi boshlamchilarning biri bo'lish sifati bilan Nariman Qurbonovning bu qitimliq olimpik musobaqasida qo'lga keltirgan natijasiga yuqori baho berdi. U yana bu utuqning Qozog'iston uchun zo'r g'alaba bo'lganligini mundaq ta'kidladi. Отвечу на ваш вопрос. Естественно, серебряная медаль на Олимпиаде для любой страны Tabiiyki, Olimpik tənərkət müsabiqəsidəki bir gümüş medal hər qandaq dövlət üçün zor muvaffəqiyyət. Oxşashla Qozog'iston üçün aytganda, gimnastika sohasida gümüş medal dövlət üçünmü, gimnastika birləşmemiz üçünmü və yoki gimnastika sohasi üçünmü nəhayət yuqori muvaffəqiyyət hesablandı. Bu nəhayət çoğ kurash. Axırgi bosqichga yetish üçün Nariman dövlətə nəhayət yaxşı vəkillik qildi. Uningdan boshqa Nariman Qurbanov o'zi ijod qilgan Qurbanov maharat elementi deb atalgan gimnastika maharat turining egasi bu dünya miqyosida tunji qatim yuqori xalqarалық musobaqalarda o'rindalgan maharat turidir. Bu turdagi maharatni ilgari hech kim ko'rsatib boqmagan edi. Это элемент, который был сделан впервые в мире на высоких международных соревнованиях, который никто и никогда до него не делал. Mahmud Iskandarov apandi yana Nariman Qurbonovning gimnastika sohasida buningdan keyingi natijalari va kelgusidagi olimpik qatnashib yana natija qozonishi mumkinchiligi bor yo'qligi haqida to'xtalib, uning istiqbolining cho'ngligini bildirib, mundaq dedi. Но отвечая на второй вопрос, я могу сказать совершенно точно. Он будет готовиться к следующей Олимпиаде. Ben onun kelar qitimliq olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik qiladiganligini mutlaq ishonch bilan ayta olaman. U o'zi shundoq dedi. Ammo biz bu masalani tabiiy holda uning bilan, dadisi bilan muzokara qildik. U kelar navbatlik olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik qiladi. U kelar qitimda bu tanarkat turida oltin medal olmoqchi. Bilganingizdek, u dunyodagi bu gimnastika maharatida eng kuchlilarning biri. Çünkü o İrlandiyalik raqibiga aran 11 номерда, yani azlı farqda uttirib qo'ydi. В мире на этом снаряде. Он проиграл всего лишь 1/10 своему сопернику из Ирландии. Nariman Qurbanov 6 yaşından başlap ailesi olubmu dadisi Hüsencan Qurbanovning chiniqtirishi va rag'batlantirishi bilan tanarkatning yog'och at maharat ko'rsatish turi bo'yicha sistemliq tarbiyalangan. U bu qitimliq musobaqa yaqinlashganda radiomizning ziyoratini qabul qilib, Qozog'istondagi va boshqa allardagi tanarkatga qiziquvchilarning uni tabriklab qolmasdan, balki o'zining ularni faxrlantirganligi, ularning o'ziga bo'lgan minnatdorligidan to'liq baxtli his qilganligini tilga olgan edi. Shundaqla ota-onasi va urug' tuqqanlarining bu g'alabasidan cheksiz xushallik cho'mganligini bildirgan edi. Qozog'istondagi Uyg'ur ziyolilaridan biri Almatadagi Yevroasiya Uyg'ur akademiyasining mas'uli professor Olimjon Hamrayev apandi gimnastikachi Nariman Qurbonovning Qozog'istonning parlaq istiqboliga ega umidvor tanarkat ekanligini sharhlab, bu g'ayratlik jasur palvonning olimpik tanarkat musobaqasida kumush medalni qo'lga keltirgan futuqlardan Qozog'istondagi Uyg'ur xalqining to'liq suyunganligini bildirdi. Bu olimpiyada uni bu ikkinchi o'ringa yetishi va shunday bir g'alabaga yetishi hammamizni so'yindirdi. Bakmi so'yindirdik. Bo'libmi Mayramga tashna Uyg'ur xalqi uchun bu nihoyatda ahamiyatli bir g'alabiyat bo'ldi. Uning ustiga bu qozoq Uyg'ur qarindoshlik masalasi kelganda bu zo'r bir ulush qo'shdi. Bu Nariman Qurbonovning g'alabiyatga yetishi, cho'ng utuqlarga yetishi, ikki millatning orasidagi do'stlikni, tarixiy do'stligimiz bor edi, shuni texnik kuchaytirdi deb hisoblayman, mustahkamladi hamda. U yana Nariman Qurbonovning bu g'alabasining kelgusi avlodlarga umid yaratganligini ta'kidladi. Bu o'sib kelayotgan, yetilayotgan bizningki yoshlarimiz va kelajagimiz bor. Mush masalalarda bu yo'l yechpagandek bir ish bo'ldi. Hozir endi faoliyat bilan, bir sport bilan shug'ullangan ishlar yoshlarning orasida kuchaydi deb o'ylayman. Bo'libmi mushu yezlardagi bolalarga nihoyat yuqori bir umid berdi. Yezlarda bolalar sportga nihoyat havaskor, sport bilan shug'ullangan keldi. Shularga bir yo'l yo'riq bergandek bo'ldi. Qayerdan olsangizlar bu mustaqil Qozog'iston uchun o'zining simvollik bir xususiyatga ega bu Nariman Qurbonovning bu utugi.
1997 yılı Almata şəhərdə doğulub, kiçigidən gimnastika bilan şug'ullangan Nariman Qurbanov 2017 yılı Kanadaning Montreal şəhərində o'tkazilgan dunyo musobaqasida yag'ach atda mollaq etish maharatini o'rinlab chiqqan bo'lib, ayni chog'da uning musobaqada ko'rsatgan maharati xalqaro gimnastika birlashmasi tarafidan yuqori bahoga erishgan hamda uningga Qurbanov maharati deb nom berilgan edi. Nariman Qurbanov bundan 2 yil ilgari Fransiya poytaxti Parijda va Vengriyaning Sombatxi şəhərində o'tkazilgan dunyoviy musobaqalarda gimnastikaning yag'ach atda maharat ko'rsatish turi bo'yicha kumush va oltin medallarga erishgan. Uning kichigidan tartib ter to'kib ajr qilishi va kuchli jasorat, g'ayrat ko'rsatishi natijasida bir-birlab yaratayotgan g'alaba utuqlari navbatda Uyg'ur xalqini faxrlantirib qolmasdan, balki Uyg'ur yoshlarga yo'l ochib berguchi mayak bo'lmoqda deb qaralmoqda. Qozog'istonni o'z ichiga olgan O'rta Osiyo Jumhuriyatlaridan sobiq Sovet ittifoqi davrida 1956 yildan 1960 yildan tortib toki hozirgacha 3 Uyg'ur tanarkatchi olimpik musobaqalarda kumush medallarga erishgan. Boks, chamboshchilik, kickboks, ig'irlik ko'tarish va boshqa gimnastika turlari bo'yicha o'nlagan Uyg'ur sportchilar dunyo chempioni, Osiyo chempioni, Sovet ittifoqi chempioni, Yevropa chempioni bo'lgan edi. Uyg'urlar navbatda Qozog'istonda oz nupusli xalq hisoblanib, soni 300 ming atrofida bo'lsa-mu, lekin ularning tanarkat sohasida qozongan natijalarining ko'rinarli yuqori ekanligi bildirilmoqda.